Hammaga salom bolalar. Bugungi video yana bir o'zimizdan Amerikadagi trakchilarga bo'ladi, yangilarga. Ba'zi bir yangi trakchilar yo'lga chiqqan, haligacha chiqyapti. Bir video ko'rib qoldim bolalar. Bu videoda mana hech qanaqa negativ fikrim yo'q. Bir maslahat bermoqchiman. Короче, endi yo'llarda hozir bizlar ko'p qizlarni ham uchratyapmiz. Qizlar ham, ayollar ham trak haydayapti. Молодец. Men ularga nima deydi? Omad tilayman o'sha ayollarga. Trak haydagan va erkaklarning ishini qilib bemalol bosib yurishibdi. Ba'zida qiyin ishlay olmayman degan erkaklarning ishini o'sha ayollar qilyapti. Lekin o'sha video bir bilmayman endi bir ayol kishi deymi, qiz deymi, men bilmayman. Bir videoni ko'rdim. Qisqa u odamga hech qanaqa negativim yo'q. Bu yerda kompaniyasining xatosi, kompaniya unga biron to'g'ri yo'nalish bermagan. U videoda aytilyaptiki, hozir qo'yib beraman qisqacha, aytilyaptiki, bir haftada bir marta kompaniyamiz PTI qilishimizni so'raydi deydi. Bir haftada bir marta. O zaman videoni o'zimga nima qilay? Hozir eng yomon ko'rgan ishim trakni PTI qilamiz. Ya'ni har dushanba bizdan kompaniya PTI qilishimizni so'raydi. PTI trak haydayotganlar tushunadi. Ya'ni trakni qayerda nimasi, отказ berib qo'yadigan narsalar yo'qmi, muammosi yo'qmi deb tekshiramiz. Kerak. Hali narsasini tushunmayman. Просто men ishni bilaman, xolos. Yo, tushunayotgan narsalarim bor-ku. Mana temir tersaklardan tushunib o'tmayman. Shunaqa gap. Короче, bu videoda bir haftada bir marta PTI qilishimni so'raydi, deyapti. Ben tushunmadim, keyin men o'sha yerda komment yozdimki, PTI'ni trakda har kuni ishga chiqqanda PTI qilish kerak-da. Har kuni mana ishga chiqdingizmi, trakingizni tekshirishingiz kerak. O'sha balonlari, damlari, moy oqyaptimi, antifriz oqyaptimi, bu shofyorni birinchi qiladigan ishi. Bu o'sha pravo olish paytida sizdan o'sha ekzaminda PTI'ni обязательно so'raydi. PTI'dan o'tmasangiz sizga prava berilmaydi. Ba'zi bir kompaniyalar mumkin, men bilmayman, может u qiz xato qilib aytdimi yoki haqiqatan ham shunaqa kompaniyalar har ham bormi? Haftada bir marta PTI qilishimni so'raydi deydi. Men hayron qoldim. Bu gap xato. Agar o'sha qizmi, o'sha tanishlari ko'rayotgan bo'lsam, mendan hech qanaqa men u qizga nisbatan negativ fikrim yo'q. Молодец, hurmat qilaman ba'zi bir ayollarni trakka chiqib ishlaganlarini. Lekin может kompaniya noto'g'ri o'tyapti. Meni maslahatim o'sha yangi trakchilarga ishga chiqdingizmi, har kuni trakni siz PTI qilishi shart. Bu majburiy sizning ishingiz. Bu qilinmaganingiz uchun bunga siz katta katastrofa, avariyalarga olib kelishingiz mumkin-da. Mana haftada bir marta qilyapsiz, 3 kun trakni haydadingiz, baloningiz bo'shayib qoldi. Yo bilmaysiz, yo simiz ayrilib yotibdi, yo airline chiqib yotibdi, yo vozduxi bo'shab yotibdi. Yo orqa treyleringizning balon bo'shayib yotibdi, pavorotliklari ishlamayapti, yo avarinkalarıngiz ishlamayapti. Bu narsa driverni xatosiga olib keladi-da. Ertalab PTI qildingmi? Siz yozyapsizki, ha, lekin logbooklarni ham ko'pincha logbuklarni nima? Kompaniyani o'zi qilib beradi-da, o'zlari tushunishmaydi logbook haligacha. Men menda ham shofyorlar bor. Bir ikkita
почти 1 yil ishlayapti trakda, lekin ba'zi bir narsalarni bilmaydi. Hay, o'rgatamiz, o'zimiz buni qil, uni qilib o'rgatamiz, o'rganib kelyapti. Lekin buni nima deydi? Trakchilarni o'zi bu narsani o'rganish kerak-da. PTI hamma narsa, oyna, bamper, kapot ochasiz, tekshirasiz, moy, vozdux tekshirasiz, ballonlaringizni hammasini nimasini tekshirasiz, nechida PCI da turibdi. Shuning uchun nima deydi? Bu narsalarni qilishi shart. Bu narsalarni bu trakchi qilishi kerak. Bu kompaniyam bir haftada bir marta so'raydi degan emas. Mani to'g'ri tushuninglar. Men unga moj noto'g'ri o'rgatishgan, o'sha qizga noto'g'ri o'rgatishgan. Shuning uchun yo'llarda bironta sizni bitta PTI xatoingiz katta avariya. Hozir ko'ryapsizlar, pravalarni cancel qilyapti. Trakchilarni dabdalasini chiqaryapti Amerikada. Bizni nomimizga ham dog' tushirmaylik. Mana pokistonliklar qildi, qirg'izlar qildi. Hozircha o'zbek chiqqani emas. Iltimos, o'zbeklarimizni nomini Amerikada dabdalasini chiqarmaylik. Birontalaring xato qilib, birontasini urib yuborib, hozir kakras o'sha vaqtda shu immigrantni nima qilsin, immigrant o'sirsa portlatdi deydi-da. Shunaqa vaqt hozir zamon Amerikada. PTIlarni har kuni qilinglar. Nimaga har dushanba kompaniyam so'raydi deydi. Men har ertalab so'rayman. Oyna tekshir, moy tekshildimi, balon tekshildimi? Bu narsani qilish shart. Keyin men bo'ynimga olmayman. U avariya qilsa u shofyor, u bironta damage-ni yozmagan bo'lsa, o'sha PTIda logbookga yozish kerak. DVR degan qismi bor logbookda, tushunmaganlar. O'sha yerda trakingizda damage, biron problema bo'lsa, o'sha yerda yozishingiz kerak. Uni safety teamiz ko'radi. O'sha trakni tuzatishi kerak bo'lgan narsani kompaniya boshlig'igacha aytadiki, trakimizda shunaqa xatolik bor. Srochno uni nimaga olib bor, ustaxonaga olib borib, uni tekshir deydi. Agar uni siz PTIni bosdingiz, lekin bilmaysiz, sizni logbook kompaniyangiz uni qilib berishdi, PTIni siz даже hatto trak tekshirmadingiz. Bir hafta, chunki bir marta tekshirasiz. Bu narsa katta avariyaga olib kelsa, o'zingiz qamalib ketasiz-da, shofyorning o'zi. Kompaniya bundan chiqib ketishi mumkin. Chunki kompaniya aytadiki, mana logbookka, mana bizga aytilmagan mana shu damage borligini. Bizga aytib, u trakni oylab haydaydi. Nimaga men aybdor bo'lishim kerak? Bizda driver qilingan xatoga nimaga kompaniya javob berish kerak deb o'zini kompaniya olib qochadi. Shuning uchun bu siz zarolyonmi? Sizni ishingiz bu. Laysensni kompaniya kelib siz uchun topshirmagan, laysensni o'zingiz topshirgansiz. O'qigansiz. Yana u videoda deyaptiki, men даже tushunmayman nima bo'lyapti deyapti. Men tushunmayman qanday PTI qilishni ham deydi. Insonlar, sizlar trakda 10 soatlab haydaysizlar. Nahotki 10 soatning ichida 1 soatlik YouTube'da video bor. Qanday qilib PTI qilish? Nahotki 1 soat shu video haqida o'rganmasalaring. Hayron qolaman. 1 soat PTI haqida o'rganinglar, 1 soat nima qilish kerakligi traktor bo'yicha. Shofyor chiqdim, oyligim qani degan gap emas. Men bo'ldi, oyligimni berasiz. Men lekin PTI qilishni sizlar bilishlaring kerak. O'zlaring jabr qilasizlar. Menga farqi yo'q, mayli, men negativ deb tushunaveringlar. Lekin butun O'zbekistondan kelgan trakchilarni prosta obro'sini buzasizlar, tashlaysizlar, ertaga bizga ham shu davlat qarama-qarshilik qilishni boshlaydi. Buni to'g'ri tushunasizlar degan ma'noda aytyapman. Juda ko'p avariyalar bo'lyapti. Mana indus qildi, pokistonlik qildi, qirg'iz qildi, ruslar qildi. Endi navbat o'zbeklarimizga kelmasin, iltimos. Bu narsani sizlar to'g'ri tushunishlaring kerak. Bu hazil gap emas. Bu hazil gap emas bu narsa. Rosta men shu videomda ham negativlar chiqadi, men bilaman. Shu videomda ham aniq negativ chiqaradi, lekin men maslahat beryapman. Men oldini olinglar deyapman sizlarga. PTI qilinglar deyapman. Men u qizga nisbatan hech qanaqa nimam yo'q. Nima deydi? Qasdim yo negativ fikrim yo'q, lekin men uni ko'rdimda hayron qoldimki, hattoki shunaqa kompaniyalar bor ekan, haftasiga bir marta PTI. O'zi aytayapti videoda, o'zini o'zi sotadi. Ertaga xudo ko'rsatmasin o'sha qiz avariyaga uchrasa, именно o'sha qiz qamaladi-da. Именно o'sha qiz qamaladi. Chunki o'zi videoda aytayapti. U video hozir social media как доказательство bo'lib qolganda, social mediasini shunday oladi-da. Mana videoda o'zing aytib turibsan-ku. Sen qilishing kerak, lekin kompaniya baribir aytsa, shofyorning o'zi
har kuni PTI qilish kerak. Trakda o'tirishdan oldin har kuni PTI qilish kerak. Pre-trip inspection bor, post-trip inspection bor. Trakdan chiqqaningizda ham inspekt qilish kerak. Bu sizni vazifangiz, bu kompaniyaning vazifasi emas. Ba'zi bir shofyor menga ham bo'lgan, yo'lda qolgan, balon teshik haydab ketyapti. Men unga haydama deyapman. Haydama, to'xta, hozir chaqiramiz. Yo'q, o'zboshimchalik qilib, o'zi lovisga borgan. Balon teshili. O'sha momentda politsiya ushlagan. Menga telefon qilibdi keyin. Aka, meni politsiya ushladi. Siz chaqirma dedim. Menga quloq soldingmi? Yo'q. Men nima qilishim kerak dedim. Sen menga quloq solmasang, o'tir, hozir balon chaqiramiz, u 1 soat darrov bo'lmaydi-ku. O'zing haydab keling. Politsiya olgan, o'ziga lichna shofyorni o'ziga shtraf bergan. Chunki u shofyorning ishi, u shofyor haydamaslik kerak unaqa holatda. Shuning uchun bolalar, iltimos, men bu videolar ko'p qilganman. Ko'rib videoni men prosta hayrat qoldim-da. Yaxshi, молодец, qiz trakni haydaydi, parkovkasini ko'rdim, parkovka qilishni biladi. Lekin PTI qilishni kompaniyasi haftasiga 1 marta so'rar ekan. Lekin meni maslahatim o'sha qizga, har kuni qiling. PTIni har kuni qiling. Kompaniya sizdan so'rasa ham 1 haftada 1 marta yo'q, siz har kuni PTI'ingizni qiling. Iloji bo'lsa videoga olib, krugovoy har kuni kompaniyangizga tashlab. Ertalab turasiz, kamerani yoqasiz, balonlarni syomka qilasiz. Mana damage bor, balonlar yirtilgan yo bir-biro vozdux chiqyapti. Kompaniyangizga doказательство sifatida yuboring. Kompaniyangiz uni ko'rib aytsinki, ha, mana bu yerda qilish kerak, qilish kemaslik. Mabodo siz o'sha xato, trakni xatosi deb avariyaga uchragan bo'lsangiz, o'sha paytda siz уже o'zingizni xalos qilasiz. Nima sababdan? Chunki siz videoni kompaniyaga tashlab bergansiz. Video kompaniyaga borgan. Siz aytgansiz kompaniyaga, mana trak buzilgan edi. Lekin ular menga chiqib tuzatishmadi. O'sha paytda kompaniyani keyin olib ketadi. Shuning uchun bolalar, iltimos, o'zimizning ismimizga Amerikada shu avariyani olib kelmaylik. Ular qarab turibdi. Qani bironta immigrant bitta avariya qilsin-ku, men uni videoga olib chiqay deb. Yangiliklarga olib chiqay deb. Iltimos, shu. Men prosta videoni ko'rib, to'g'risini aytaman, qoyil qoldim. Endi ayollar mayli trakga chiqayapti, bolalari bor ayollarga men bitta maslahat bergan bo'lardim. Da, bilaman, qiyin. Ba'zilarning erlari yo'q, ba'zilarning endi eri bilan ishlaydi, lekin shunaqa situatsiya bor, yaqinda bo'ldi. Bolani tashlab ketgan nyankaga eri xotin trakka chiqqan. Endi qarangda istoriya, bu realniy voqea. Hozir qamoqda o'tiribdi. Bola Pensilvaniyada, eri xotin yo'lda, ularni Oklahomada ushlaydi, bilmayman nima sababdan ularni olib tiqishadi. Qamoqga eri xotinni, bola qoladi. Mana endi hozir bolani Samarqandga yubordilar. Bular bizni deport qilinglar deb o'tiribdi, lekin ular deport qilishmayapti. Bola sarson. Bolalar, ayollar agar masalan mayli erkak ishlasin, lekin bolalaringga e'tibor beringlar. Hozir pul deymiz, obro', boshqa narsa deymiz, lekin bolani tarbiyasi buzilmaydimi? Onasiz. Mayli otasi ishlasin, lekin onasi bolasini tarbiyasi buzilmaydimi? U o'zidan o'zi nyanka bilan katta bo'lyapti. Boshqa sizni bolangizga onadan tashqari hech kim uncha qattiq e'tibor bermaydi. Ona o'z bolasiga qattiq e'tibor beradi. Shuning uchun meni maslahatim, Nyu-Yorkda boshqa ishlar ham bor-da. Mayli ishlanglar. Bolalaring bo'lmasa, masalan, bemalol trakka ishlanglar, lekin bolalari bor ayollar trakda, menimcha, meni fikrim bu. Meni to'g'ri tushunasizlarmi, noto'g'ri tushunasizlarmi? Trakda yurish xato deb o'ylayman. 1 yil azob chekinglar, 1 yil o'qinglar. Mana nurs, medsestra, juda ko'p ayollarimiz, samarqandlik ayollar ayniqsa, ko'plari o'z nursingga o'tgan. Normalni pul topishadi. Azob chekasizlar, gap yo'q. 1 yil azob chekasizlar, keyin o'zlaringning ishlaringni topib ketasizlar. Lekin bola bu yerda o'zi boshqa nimada, uni immigratsiya ushlayapti, bola otasiz, onasiz qolyapti. Bu achinarli holat. Yana o'zlaring bilasizlar, men endi maslahat berdim. Chunki hech kimga meni hech qanaqa fikrim, aloqa, bilmam, negativ fikrim yo'q. Shuning uchun
to'g'ri tushunasizlar degan ma'noda videoni qildim. Agar tushunmagan bo'lsa, kompaniyangiz bu narsani so'rasa, ba'zi birlarda buni har kuni o'zlaring uchun qilinglar. Internetga kiringlar, YouTube rivojlangan, Chat GPT bor. Chat GPT juda rivojlangan. Telefonlaringizga skachat qilinglar. Qanday men PTI qilishni o'zbekchasiga yozsalaring ham, Chat GPT sizga o'zbekchasiga aytadiki, to'sh pastga, buni qil, balonni qara, uni qara deb aytadi. Bu narsani sizlar qilishlaring kerak. Problema bo'lsa, ertaga o'zlaringga voy. PTI qilmadingiz, oldingi balonni ko'rmadingiz. Yirtiq oldingi balon. Lekin siz haydadingiz. 70 haydayapsiz. Bilaman o'zbeklarimiz 60 dan tushmaydi. Shu 70 haydaydi. 70 da baloningiz oldingi balon portlab ketdi. Bu narsani sizlar yangilar tushunmaysizlar. Men endi eski trakchi 2006-yilmi trak boshlaganman, 2007-yilmi trak haydaganman. Shuning uchun bu narsani to'g'ri tushunasizlar degan ma'noda. Bu PTI qilishlaring shart. Har kuni, har ertalab oldingi balonni aqli qaranglar, oldingi vozduxi joyidami, yirtilmaganmi. Oldingi yorilsa ketdingiz degani. Orqadagi yuk 40 ming 20 tonnadan ortiq yukingiz orqangizdan bosib keladi. Uni to'xtatib bo'ladimi? Sizni oldingi baloningiz yorilsa. Nima qilasizlar? O'zlaringning hayotlaring, birovlarning hayoti, butun O'zbekistonliklarni obro'si-da bu, butun o'zbeklarimizning obro'si. Nima qilasizlar shu narsani to'kib? Sizlarni deb minglab trakchilar azob chekadi. Sizlarni deb minglab trakchilar trakdan tushadi. Hozir green kartaliklarni ham trakdan tushirmoqchi endi. Endi faqat ingliz tili qilmoqchi, konkretni. Prosto qanchadan qancha odamlarni nimalari buziladi-da, xarajatlari, hayotlari buziladi. Bitta sizlarning xatolaring deb. Bitta o'zbekning xatosi deb. Bu negativ ma'nosida emas. Bu to'g'ri tushunasizlar degan ma'noda qilyapman. Shuning uchun bolalar, iltimos, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. PTIlarni har kuni qilamiz. Kompaniya, ba'zi bir kompaniyani ochgan odamlar, men bilaman, tilni ham bilmaydi, kompaniya boshqarishni ham bilmaydi, trakni PTI qilishni ham bilmaydi. Hammasi O'zbekistondan ochib beryapti, kontrol qilyapti, safety boshqa o'zi hech nimani bilmaydi. Shuning uchun xo'jayinlar ham bilish kerak-da bu narsalarni ko'plari. Hammaga taalluqli emas bu gaplar, bilmaydiganlarga. Shuning uchun yo'llarda nima deydi? Ehtiyot bo'lamiz, iltimos, o'zimiz obro'yimizni Amerikada to'kmaylik. Shu gapim. Hech kimga negativ fikrim yo'q. To'g'ri tushunasiz degan ma'noda. Mayli, sog'lik, salomatlik, yaxshi bo'linglar. Pozitiv.